2026-yilda sun'iy intellektlarni agent ko'rinishidagi rivojlanishi haqida juda ham ko'p mulohazalar bo'lyapti. Ya'niki agent bu nafaqat sizga maslahat beradi, nimadir aytsa sizga yo'l yo'riqlansa o'sha ishni qilib beradi. Bu yaxshi tomoni sizni ishingizni o'zi qilishi mumkin. Shaxsan men dasturchi sifatida men ko'p ishlarimni o'zim unga qildiryapman. Men unga tushuntirib qo'yaman, u o'zi kompyuterimni ochib, ishlatib, kerakli narsalarni yozib beradi. Va agar siz dasturchi bo'lmasangiz ham buni sizga ancha foydasi tegishi mumkin. Ya'ni biz bu yerda qanaqa qilib agentni o'rnatish va uni ishga solish haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, boshladik. Demak, ozgina sun'iy intellekt nimaligini aniq qiladigan bo'lsak, sun'iy intellekt shunaqangi nimaki, bu undan oldin ham bor edi, ya'ni 2020-yildan ham oldin bor edi, faqat unchalik kuchli emas edi. O'zi 1950-yilda bu mulohaza boshlangan, ya'ni mashina o'ylay oladimi? Va 1990-yillargacha RAM hozirgidaqa, misol uchun CPU lar yaxshi ishlamagani bois, buni ustida ko'p tadqiqot olib borib bo'lmagan. Keyinchalik big data va insonni miyasidagi neyronlar o'rganishi davomida shunaqa sun'iy neyro tarmoqlar va big datalar chiqqan. Big data yordamida train qildirilgan, misol uchun telefoningizdagi Siri, ya'ni juda ham ko'p ma'lumot va ovoz ko'rinishida sizni ovozingizni aniqlash doirasida. Va shundan keyin 2022-yillarda ChatGPT ommalashdi va shundan keyin generative, ya'ni sizga tekst yaratib beradigan, faqatgina analitik emas, ya'ni shaxmatga o'xshab bor ma'lumotlar bilan ishlaydigan emas, ya'ni sizga yangi bir tekstni yaratib, yangi fotosuratni siz aytgandek yaratib bera oladigan sun'iy intellekt rivojlandi. Endi hozirda mana bunday 2024-yilda Claude'ni Computer Use degan narsasi chiqqan. Gemini 2 2025-yil oktyabrda, o'tgan yil oktyabrda chiqdi shu narsasi va juda ham yaxshi narsa bo'ldi. Aslida Claude nimasi groundbreaking qilib tashlagan desa ham bo'ladi. Xo'p, mana shu narsasi yordamida biz qilishimiz mumkin va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana nima desa bo'ladi? Yo'l yo'riqlagan kompyuterni oladi, screenshotini oladi, sun'iy intellekt modeliga jo'natadi, ya'ni shu Computer Use degan modelga jo'natadi. Kompyuter ekranning qaysi tomonda nima turganini aniqlab, inson kabi o'qib kerakli joyga koordinatalar yuboradi va kompyuter ana shu joyga klik bosadi. Shuna qilib ishlaydigan narsa va bu joyda bizda Gemini, ya'ni sizlar biladigan sun'iy intellektga bor, ya'ni bu anti-gravity'da meni subscriptionim bor edi-yu, lekin baribir ishlatib qo'ydim va shu yuzasidan Claude'ni ko'rmagan va Claude'ni biz ko'rib chiqamiz. Demak, dasturchi sifatida mana bu yerda application bor. Bu applicationda hech narsa yo'q va men bu joyda run qilib qo'yganman va Claude'dan login qilib qo'yganman. Claude kod ishlatyapman. Va Claude kod ishlatyap turganimda uni login qilganimdan so'ng bu o'zi mana bunaqa gruppa ochib oladi. Bu gruppa nimaga? Claude'ni o'zi shu page ishlatib, ya'ni odam sifatida, odam emas, user sifatida ishlatib, klik qilib ko'rib, boshqarib, ishlatib testlab bera oladi. Va Claude mana bu joyda nima o'rnatilgan extensioni shu orqali. Demak, nima deyilyapti? URL hozir 3000-portda run bo'lib turibdi. Bunga to do up qilish kerak. 3 ta page navbari bilan birinchi page listlar, ikkinchisi forma, uchinchisi userniki. Va bu joyda yozib qo'yaylik, state use local storage for state. Va shu joydan biz beramiz ishlashga va kerakli faylimni ko'rsatib qo'ygan va bu joyda o'zi o'rganib chiqadi meni yozgan proyektimni, ya'ni shunchaki initial proyekt, hali nimadir yozilmagan, lekin hozir bu o'zi o'qib, topib, hamma narsalarni bir izlanish qilib, mana ko'ramiz qo'lidan nimalar kelar ekan. Lekin men anchagina ishlatdim, ya'ni bu kerakli joyda konsoldagi errorlarni o'qiydi, kerakli joyda UI'dagi buglarni o'qiydi, o'zi tuzatib beradi, qayerda muammo bo'lyapti. Menga juda ham yoqdi. Faqat bitta muammosi Claude'ni o'zida, mana bu tab ishlayib turgan vaqtda bu yoqdagi mana bu joydagi kontrol unchalik ham real time ko'rsatmas ekan. Har holda menikida real time ko'rsatmadi, ya'ni nimani klik qilib turganda tezda ana mishkasini olib borib ana qilganini ko'rsatmadi. Sira klik qilar ekan. Anti-gravity'da ancha tushunarliroq edi. Xuddi odam ishlatyap turgandek ko'rinardi. No mayli, hozir ko'ramiz. Xo'p. Bu hozir uje o'qishni boshlayapti. Men ozgina videoni pauzaga qo'yib qo'yaman, chunki montajda unchalik yaxshi emas, shuning uchun vaqtinglarni olmasligi uchun. Va nihoyat intizorlik bilan tomosha qilyap turgandim. Sekin boshladi. Mana atrofida o'zi orange rang
nima bo'ladi, to'q sariq rang o'zi atrofida o'chib yonish boshlaydi. Hozir o'qishni boshladi. Nimalar borligi, nimalar yo'qligi nima bo'lyapti. Mana o'zi hozir add to do ga o'tdi. Hozir nimadir yozib ko'radi, menimcha. Yozib ko'rgandan keyin buni qo'shib ko'radi. Hozir o'zi topyapti. Title is required. Add to do ni bosib ko'rdi. Hozir ana title'ni kiritish kerak dedi. Va bu yoqda o'qiyapti. Ya'ni title'ni mana buy groceries. Nima ekan bu? Men o'qiy olmagan bo'lsam uzr, ingliz tilida noma'lum so'zlar paydo bo'lyapti. Hop, ana endi add to do ni o'zi bosib ko'radi. Meni qo'lim bu yoqda turibdi. Bosdi, bu yoqqa o'tdi, mana ko'rib bu yoqda analiz qilyapti. Demak, ishladi bu narsa. Now let me add a couple more to do to the Zentek test to the checkbox toggle. Ikkinchi marta yana bitta qo'shib ko'rsa kerak, по-моему. Mana yana o'tyapti, yana o'zi nimadir yozadi. Voy, shunaqa mazada, mana bunda qo'yib qo'yasiz. Ish bo'laveradi. Men zo'r qildim, Stitch degan sun'iy intellektdan topib oldim. U sun'iy intellekt prosta tamomda. Bu Google bekordan bekorga shuncha ma'lumotni o'ziga saqlab yotmagan ekan. Nonini halolladida Google bu sun'iy intellektlar chiqarib. Balki bundan keyingi narsa shu, o'zi startap boshlamoqchi bo'lganga Stitch, ya'ni dizayn qilish uchun. Chunki 2-3 ta dizaynni bersangiz, zo'r dizayn chiqarib beryapti kodi bilan. O'sha HTML kodini olib turib, bitta mammonga bersangiz, shunda Next.js mi, React mi xullas ishlaydigan narsaga aylantirib beradi, quruq HTML emasda. Keyin bitta Firebase ulab turib, shu bitta release qo'raveradigan bo'lib turibdi. Mana demak user profil, bu user profilga bosdi. Endi hozir edit modalga edit profilga bosadi, bitta model ochilish kerak. Tak, o juda chiroyli. Juda chiroyli. Mana shunaqadan tugamaydiganini olib qo'ysa, voy zo'rda. Bitta junior ishlatib nima qilamiz? 3 million, 4 million berib, to'g'ri? Lekin qachondir senior kerak bo'ladi-yu, senior kerak bo'lish uchun baribir junior olish kerak. Okay. Saqlanishlar ishladi. Saqlashlar. Demak, ishlayapti hammasi. Konsollar tekshirilyapti. Shu table chiqarib beradi, nimalar qilgani bo'yicha. Bu ham qiziq narsa. Mayli bunda chiqarmadi-yu, bo'laveradi. O'tda nimalar qilingani juda ham ajoyib. Ya'ni biz tegmadik. Shunaqa qilib, sun'iy intellektni o'zi sizni boshqaruvchisiz, ya'ni sizdan nimadirlarni so'raydi, lekin o'zi ishlatib, shunaqa programmalarni qilib bera oladi. Va shu joyda yana bir narsani ko'rsatib ketmoqchiman. Bu joyda kichikgina reklama deydimi, lekin yaxshi, foydali reklama, chunki o'zimizni, ya'ni o'zbek dasturchilar tomonidan, ya'ni o'zimizni komanda yordamida qilinib turgan narsa, ya'ni Raya degan sun'iy intellekt. Afsuski kecha kuni buni Diyorbek yangilab qo'yibdi dizaynini, mayli, lekin yaxshi chiqqan. Umumiy bundan oldingi dizayni bu cho'tki edi. Xo'p, bu nima qilib beradi? Umuman sizni application uстановка qilasiz. Application uстановка qilganingizdan keyin u doim siz yoningizda Siri qanaqa bo'lsa, bu ham shunaqa, faqat Siri ma'lum bir programmalar ochishni biladi xolos, yana nimadirlar qilishni biladi xolos, lekin bu muzikalar qo'ya oladi, Spotify ga kira oladi, muzika qo'yib, qanaqadir dasturlarni boshqara oladi, Meet sizga sozat qila oladi, emaillarga javob bera oladi, email yoza oladi. Shunaqa featurelari bor. Ya'ni kelajakda biz buni o'ylayapmiz, ya'ni butun bir Telegramga avtonom javob berishlar, shunaqa, ya'ni butun bir kompyuterda anosi bo'yicha hozirda ishlar olib borilyapti. Xudo xolasa bu ham yaxshi programma bo'ladi. Yaxshigina mehnat orqasida turibdi buni ham. Va pastda Telegram kanalimiz bor. Shunaqa ma'lumotlarni, shunaqa dasturlar bo'yicha yangiliklarni bilmoqchi bo'lsanglar, birinchilardan bo'lmoqchi bo'lsanglar, Telegramimizni kutamiz. Rahmat, hali sizlar bilan ko'p ish qilamiz. Salomat bo'linglar.